aytsam ishonmaysiz, Dubai, Chexiya, Al-Maktum, O'zbekistonda, Navoiyda faz ucham o'g'illar, shahzoda ham qush ovlagani kelishgan. Biz ham o'shanga keldik. Qushlarni ko'rsatgani. Hozir bitta like bosib qo'y. Hech kim ko'rmagan kadrlarni ko'rsatvoramiz. Mana o'sha mashhur Dubai shahzodalari Maktum, Faz uchlar O'zbekistonga kelib, o'liydigan Trafa Krasotka degan qush shunaqa aytiladi. Yo'rg'a tuvaloq. Bu qizil kitobga kiritilgan ekan. Birinchi marta o'zini ko'rishim. Yaxshigina katta bo'lar ekan. Like bosib qo'y. Necha kilo? 3 kilo. 3 kilo bo'ladi. 3 kilogacha. Ha, maksimal. Necha yil yashaydi bu? 30 yilgacha boradi endi. 15 yil, 30 yil atrofigacha. Xo'p. Aka, qushlarning kayfiyatini ham tekshirishadimi? Qushlarni yeydigan ovqatiga qarab, o'zini tusiga qarab, kayfiyatini aniqlab, shunga qarab muolaja qilishadi. Bir yilda 30 tonna mana shu qurtdan ishlab chiqarishadi.